Atxan bugün o'rnidan turdi. Hasırab hömüdep tursunu bugünkü cuma namazıga beriş üçün barlıq kuch-quvvatini ishqa saldi. Akbar onun yenidan neri ketmay ko'z quloq bo'lib turdi. Atxan nayt tasda bo'yni suvga saldi. Tarat oldi. Ondan Akbarning hamrohligida haram masjidga bordi. U bir qo'lida kashini ko'tarib, bir qo'lida g'oz tayoqni taynib masjidga kirganda imom sura Fatiha bilan namozni boshlayotgan edi. Atxan jamoatga agishib namozni kelgan yeridan o'qishga boshladi. Juma namozi o'qilib bo'lgandan keyin imom munbarda qoyim bo'ldi va avval Allohga hamd va sano aytdi. Ondan islom ulamolari yozgan bir tafsirni qo'liga oldi. Uning nazarida bu kitob barliq aql idrokning pokiz ham tugimas bo'liqi edi. Buni o'qimay turib, hech kim abadiyat sirlariga ishkirlab kirolmaydi. Imom kitobni ochib varaqladi va u yer bu yerga ko'z yugurtgandan keyin masjiddagi hamma odam angloqda qilib amri ma'ruf aytishga boshladi. İslam dini arishdan tushgandan shu arish oladagi yuksalgan pok. İslam dini oxirgi din. Shu o aql ham bilim dini, axloq dini, tinchlik dini, hayotlik va yashash dini. Bu dinni dastiga olgan durust odamlar ham Allohning, ham insonlarning orasida suyumli va sharafli bo'ladi. Allah Taala har qanday kishiga mol-mulk va husn jamol jihatlarda ulug'liq bersa, bu kishi moli bilan Allohning ojiz bandalariga xayr ihson qilsa, jamoli bilan Allohga toat ibodat qilib bandalik qilsa, kishilarga qarata izzat, ikrom va tavazzu aylasa, o chaqda Allah Taala o kishini o'zining xos bandalari qatoriga oladi. Xorasan podshohlaridan bo'lgan İsmoil Samoniyning qishig'a bir kuni bir olim keldi. Podshoh o kishini nihoyat qizg'in izzat ikrom bilan qabul qildi. Keyin o olim qaytmoqchi bo'ldi. Podshoh taxtdan tushib, uni 7 qadam yergacha orqadan uzatib keldi. Podshoh shu kuni tushida Janobi Rasulullohni ko'rdi. Tushida Rasululloh uningga: "Ey Ismoil, sen mening olim ummatlarimni hurmatlab izzat qilding. Buning hisobiga men sening haqqingda duo qildim. Duoyimda Allohning seni aziz mukarram qilishini, o kishining orqasidan 7 qadam yergacha uzatib borganing uchun, sening avlodingdan 7 kishining podshoh bo'lishini, ular uchun 7 do'zaxning o'tini harom qilishni tiladim. Mening qilgan bu ikki duoyim ijobat bo'ldi" deb bishorat bergan. Gunohdan, kibirdan va yomonliklardan yiroqlashgan kishi ma'naviy jihatdan pokizlangan kishidir. Bundaq kishilar xuddi İsmoil Samoniydak insoniyatning yetalaydigan eng yuksak martabasiga erishadi. Ular o'zini yolg'ondan, soxtalikdan, nodonlikdan qo'rib, ko'nglini, ruhini insonlarga foydali bo'lgan har xil bilimlar bilan bezaydi. Yaratgan Allohni so'ygandek, yaratilganlarni mo Allohning yaratgani deb chin ko'nglidan so'ydi. Ulug' Tangrining butun insonlarni o'xshash haqlar bilan yaratganligini biladi. Shuning uchun o'zini boshqalardan ustun ko'rib kibrlashmaydi. O'zini boshqalardan tuvan ko'rib, qo'lini, beshini suyib, haqning oldida kichiklabni ketmaydi. Allohdan boshqa hech kimga qul bo'lmaydi. Imom so'zidan to'xtadi. Ko'p so'zlab ketgachga javg'aylari ko'p yurib, enaklar xoltilishib ketgan edi. Jamoat namozdan tarqadi. Atxanmo Akbarga yo'linib, ojiz qadamlar bilan masjiddan chiqdi. Bu uning haram masjidida o'qigan oxirgi juma namozi bo'lib qoldi. Ikkinchilab bu yerga kelolmadi. Shu kuni uyga berib, dariza oldiga qo'yilgan karvatda sirt qarab yetib, Akbarga mundoq dedi: "Bolam, oldimizdagi payshanba kuni bir oz yog' puritib nazar qilg'in. Men qo'shni qo'lim, do'st birodarlar bilan yana bir ko'rishib olay." Akbarning yuragi jig'ida qilib qoldi. "Dada, bu nima deganing?" dedi u andikkandek ovozi titrab. "O'zim bilaman, bolam.
dedi Atxan miskin qiyofətdə. Allah bana hayat verdi. Bu Allah'ın merhameti. Əmdilikdə bu hayat öz merhametini yo'qotgan ekan. Men onu yana Allah'a qaytırıb berishim kerak. Çünkü ruhim öldü oğlum. Ruhim ölgen ekan, jismimning mu zarriç qimmat qolmadi. Ondaq dema dada, deb zarlandı Akbar. Sen yaşın gerek. Biz çoğu gay üçün yaşamasak bolmaydı odada. Men seni yurtku çokum apırmen. Anam bilen, ağaçsın kıyındaşlarım bilen çokum görüştürmen. Sen ondaq ümitsizlenme. Bizim bu gayimiz her kandak nersizden üstün, her kandak muhabbetin büyük dada. Biz yurtku çokum ketimiz. Yurtumuz mengülük muhabbetin kanı buludu. Sen, men ve bizge okşaşlar çokum bu yerdeki mukaddes hayatın şahidi bulunuz dada. Akbarning ko'zlaridan taramlab yosh ketdi. U og'zida shundoq degan bilan yuragida dadasining kundan kunga ojizlab bu dunyodan xuddi kash kuzning optipida to'ydirmay ketayotganligini sezib qattiq azoblanadi. Kash kiradi. Atxan boya yotgan peti darizdan sirt qarab midirlamay yotadi. U zavol qo'yniga petayotgan quyoshga qarab xo'rsinib qo'ydi. Zulmatlik uzaq kecha yana boshlandi. Bu kunlarda Atxan osmonning kashlik manzarasiga qarab oxiratni eslaydigan. Kashlik uningga yo'q qilishdan beshorat beradigan bir xil vahimlik tuyg'uga chirmilib qolgan edi. Atxan bugunmi boshqa kunlardagiga o'xshash o'z-o'ziga nurg'un savol-so'roqlarni qo'yib, uningdan o'ziga tasalli topmoqchidek bosh oxir yo'q xiyollarga g'arq bo'ladi. Vatan muhabbetiga erishish nima degan ta'sir? Bunun uchun kuchli qalb egisi bo'lish kerak ekan. Kuchli odamlar vatan muhabbetiga erisha oladi ekan. Acizlar bo'lsa, hamisha erish istikidili yashaydi ekan. Bunun sababi ona tuproqning oddiy tuproq emas, balki muqaddas xosiyatlik tuproq ekanligiga o'xshaydi. Odam tugul, jonivorlarmi umrining oxirida milliy davollarni, ulug' daryolarni eshib, o'zining ajdodlarini asrlar davomida o'tgan yo'lidan adashmay, qadimki makonini tepib kelaydi. Lekin men nima qila oladim? Aqlli odam turib, aqlsiz jonivorlardek bo'lolmadim. Atxan osmonga, xuddi to'ysiz hongdek bu qop-qorong'i bo'shliqqa qarab yetib, hasrat bilan shularni o'yladi. Akbar dadasining ra'yi bo'yicha payshanba kuni nazr o'tkazdi. Atxan nurg'un tonish bilishlar bilan ko'rishib, mundishib oldi va kashqurun Akbarni yeniga o'ltirg'izib mundoq dedi. Oğlum, insan üçün ortiqcha dunyo maishatning keragi yo'q. Odamning qo'li qancha uzarsa, umri shuncha qisqaraydi. Pulparastlar mol dunyoni deb o'ladi. Huquqparastlar toj amalni deb o'ladi. Bahodir nom o'toqni deb o'ladi. Hech nima demaydiganlar bo'lsa, o'lmay hayot turdi. Sen bu gapni esingda mahkam tur. Hargiz o'z ehtiyojingdan ortiq narsa deb jiningni ufratma. Atxanning dili kesilib, so'zdan to'xtadi. Birdan o'midab beshini to'van soldi. Akbar uning dumbisini, maydisini siladi. U bir oz yaxshilangandan keyin asta-asta beshini ko'tarib Akbardan so'radi. Balam, bizda birarsining omonati bormi? Bar dada, dedi Akbar o'ylab turmasdan. Rahmatli Yelimsha akamning 20 tillasi hozirgacha bizda omonat turibdi. Aqlingga barakalloh o'g'lim, dedi Atxan o'g'lidan rozi bo'lib. İnsanning yildizi iymon bolam.
Lekin bu iman Allah'lık bilen buluş gerek. Şuna hükümalar halalning yıldızı ming, haramning yıldızı bir deydi. Amanet xiyonet qilganlarda iman bo'lmaydi. Ben o 20 tillani öz qo'lim bilan olgan. Lekin öz qo'lim bilan haq joyiga berolmaydigan o'xshayman. Bu sening zimmangda qoldi bolam. Qachon bo'lmasin, ash 20 tillani Elimşanın qizini tepib topshirib bergin. Bu men oxiratlik qarz bo'lib qolmasin bolam. Xotirjam bo'l dada, dedi Akbar dadasining qo'lini chim tutib. Men buni hargiz unutmayman. Amonatni cho'qim egasiga topshirman dada. Akbar bu so'zlarning dadasining o'ziga qilayotgan oxirgi vasiyat ekanligini xiyoliga keltirmadi. Balki buni dadaning balo qiladigan odatdagi nasihati deb tushunib, ko'ngliga hech qanday shak shubha yo'latmadi. Lekin mush suhbatdan 2 kun keyin bir atganligi Atxon mangulik ko'z yumganda u hasrat nadomat bilan ah urib o'zini tutolmay qoldi. Dadasining surlik jinozasi eshikdan lang urib chiqqanda bo'lsa, hasrat yig'isi bilan hushidan ketgala tas qoldi. Atxon mangulik rohat farog'atni o'zi elib, hayot g'o'g'alari bilan tugumas malomatlarni o'g'liga qoldirib 69 yoshida bu dunyodan ketgan edi. Atxonning o'limi Akbarga bakmi ig'ir keldi. Musofirchilikni oz degandek, u endi bu yurtda tikandek yolg'iz qolgan edi. Shu kunlarda uning esiga mundaq chiroyli bir xalq maqolasi tushdi. Yog' yalag'anda yot, qon yalag'anda tuqqan asqatidi. Lekin hozir uning birmi tuqqani yo'q edi. Tuqqan tugul onasining hayot mamatligini bilmaydi. Bilqut xazinasi. Akbar dadasining ish og'riqida uzoq yil kasal tortgan odamdek jimg'ur, xomush bo'lib qoldi. Tunish bilishlari Akbardan ahvol so'rasa, u hammalarga o'xshashla tikandakli yolg'iz qoldim. Doppam tushsa, xalqning yeriga tushidi. Kishiga soq, o'zimga og'riq yuryapman, deb javob berdi. Anglavatqanlar Beliq To'rdan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 12-bob Shafaat va adovat. Har qanday go'zal bo'stonliqlarda barmoqlarni qanatadigan tikanlar o'sadi. Chiroyli gullarning orasida zaharli yilonlar yo'shirinib yotadi. Milodiya 1975-yilning Zulqaida oyida Akbar eg'ir ko'ngilsizlikka duchor bo'ldi. Uning Makka osmonida parvoz qilib, shaharma-shahar uchib yurgan shirk salomga ko'z tekkandekli bir ish bo'ldi. Bir oy ilgari Akbar G'ujumollani ishxonaga chaqirdi. Hozir uning ishxonasi ozoda, ko'rkam, zamonaviy uskunalar bilan to'liq to'lgan edi. Havo tangshigishning kuchi bilan Makkaning 48 Selsiya graduslik issiqidimi uning ishxonasi ko'z bo'yidagi shiponglardek salqin, so'rin turadi. Kishilarga go'yo sirt bilan ishxona oraliqida 2 fasl farqi bordek tuyuladi. Aka, sizning endi dam olishga chiqib, rohat farog'atda yashaydigan vaqtingiz keldi, dedi Akbar G'ujumollani sofaga taklif qilib o'tirgandan keyin. Lekin dam olishga chiqishdan burun siz shirkitimizga oxirgi bir ishni qilib bering. Men sizni Germaniyaga avatmoqchi. Biz hozir Makkada bir paxta zavodi qurish planini tuzdik. Siz Germaniyada shu zavodga kerakli zamonaviy mashina uskunalarini kelasiz. Aslida o'zim bormoqchi edim. Lekin zavod qurish planini munosabatli o'rinlarga tasdiqlatmasam bo'lmaydi. Shunga sizni o'zimga vakil qilib avataman. Menimcha bunda ishda sizning epingiz bor. Tajriba saboqlaringiz bor. Shunga sizga ishini bu vazifani topshirmoqchiman. Peyqarga ishonganligingizga rahmat, ukam, dedi G'ujumolla o'rnidan sal-pal qo'zg'alib. Inshaalloh topshiriqingizni o'rindayman.
G'o'jimulla Germaniyaga boradiganligini va bundaq cho'ng sodini o'zi bevosita qiladiganligini anglab, nihoyat xushal bo'ldi. Lekin u yerdan qaytib kelibla dam olishga chiqadiganligini anglab, ko'ngli yerim bo'ldi. Hozir uning yoshi garchi 70 ga yaqinlashib qolgan bo'lsa, lekin teni vijik o'ruq bo'lg'ashqa texicha tetik teman edi. Mundaqla qaramoqqa amdila 60 yoshga kirgan odamdek ruhliq bejirim ko'rinadi. U shirkatning ishlariga ko'nib qolgan edi. Maishtimi yaxshi edi. Endi dam olishga chiqsa nima qilar? G'o'jimulla birdan bekor turmaydigan, bekor turishni xohlamaydigan odam edi. Soatning istirliksidek tinimsiz shikildab turadigan kallasi uni ashundoq jim turmaydigan qilib qo'ygan edi. U plan tuzishga, tadbir o'ylashga usta edi. Biroq hammada oldi bilan o'zini o'ylaydi. O'zi uchun cho'z so'qatdi. Agar foydasi tegmasa, chivinni badaniga qo'ndirmaydi. G'o'jimulla Akbarni maqtadi. Ko'ngil ko'taradigan bir muncha yaxshi gaplarni qildi. Toki uning ko'ngli xotirjam bo'lganga qadar valaqshib, ondan ishxonadan chiqdi. Lekin o'zining ko'nglida bo'lsa, kishiga aytqili bo'lmaydigan bir shun plan qat ko'tardi. G'o'jimulla Germaniyaga berib, 2 haftadan keyin Myunxendan telegramma keldi. Telegrammaning teksti mundaq edi: Siz degan markadagi mashina uskunlarni elib bo'ldim. 2 kundan keyin paraxot bilan yo'lga selib ondan qaytaman. Bu telegramma atayin Akbarning ko'nglini xotirjam qilish uchun berilgan edi. Bulutni uningda aytilgan siz degan markadagi degan so'z xuddi hushsizlantirish to'g'risiga o'xshash alohida maqsadda qo'shilgan edi. Darvaqa, G'o'jimulla olgan mashina uskunlarining markasi dal Akbar ko'rsatgan inovatlik zavodning dangliq va ishonchli markasi edi. Ammo mal undaq emas edi. G'o'jimulla bu ishda nihoyat apchillik bilan go'sh ko'rsatib o'tki kesish usulini qo'llangan edi. U bu qatim Germaniyaga kelib, o'zining keyingi istiqboli ustida o'ylanib qoldi. Bu yerdan qaytib beribla dam olishga chiqadi. Dam olishga chiqqandan keyin Xudoyim o'z omonatini olganga qadar yana yashashi, tirikchilik qilishi, bu dunyoning rohatini surish kerak. Ammo buningga pul bo'lmasa bo'lamdi. Pul degan dunyoga qizpet kelib, yana qizpet ketadigan o'tliq narsa. Pul bo'lmasa hech qilg'il bo'lmaydi. Hatta qo'rsoq ochganda bir nonni elib yeyolmay ochliqda o'lib ketadi u odam. Eng yomoni G'o'jimullaning qalbidagi ko'n adovat edi. U mintiki davonidagi heliq sharmanda ishlarni har qaytim aslasa, otxonni choynivatkidek ochiq keladi. Agar shu chaqda shu odam ko'rsimi ko'rmasga silib o'tib ketgan bo'lsa, bu ish oshkorlanmay G'o'jimulla nurg'un nafga erishgan bo'ladi. Keyingi yo'qsullik, sargardonlik hayotini bo'lmaydi. Texi uning shu chaqda qilgan bir muncha yomon gaplari-chi. Bu gaplar G'o'jimullaning jon-jonidan o'tib, yuragiga dard bo'lib o'rnab ketgan edi. Hozir otxon yo'q. Bu dunyodan allaqachon xo'shlashdi. Lekin uning pushti hozir shundoq ko'tarilib, rohat farog'atda yashaydi-yu, bundaq baxt nima uchun G'o'jimullaga nisib bo'lmaydi? G'o'jimullaning uningdan nari ekan. Har ikkisi o'xshashla bir musofir kelgindi-ku. Texi uning Akbardek bir seriq tukning quliga qarab qolgani cho'ng xo'rliq emasmi? G'o'jimulla bularni o'ylasa, yuragi etishib, ko'zi qizaradi. Allohning bundaq tangsiz, adolatsizligidan zarlaydi. Zarlagan siri Akbarga o'shlik keladi. Ota adovati o'rlaydi. Bu qitim Akbar uningga eng oxirgi bir qitimlik savdo fursati berdi. Bu fursatdan cho'qim yaxshi foydalanish kerak. Bu fursat o'tib ketsa, u umrlik nadomatda qoladi. G'o'jimulla ana shunday qaram xiyollar bilan Myunxenda bir savdo dallisini topdi. Bu dallol kazzab, sapsapchi, kirmaydigan tushk yo'q, apchilam edi. U G'o'jimullaning agitib qilgan bir ikki eg'iz gapini anglabla, uning ko'ngildagini to'liq tushundi va mursiga shapaqlab: "Kaminlari aql farog'atda ojiz, urush o'qishda noqobil.
deb o'zini samimiy, kamtar qiyofatda ko'rsatib, lekin so'dishida bandi tugul Xudoni rozi qila olmayman. Xotirjam bo'lsalar, men hammani tushundim. Ular shunday kelishdi. Eng oxiri agar ish G'ojimullaning deganidek tutsa, so'da dallisini 5000 Amerika dollar bilan rozi qiladigan bo'lib tutishdi. Ishlar tez ham o'ngishli yurishib ketdi. So'da dallisi Myunxen shahri atrofidagi bir mahalliy zavod bilan so'zlashib, 10 kun ichida paxta zavodiga kerakli mashina uskunlarni yasab berishni to'xtamlashdi. Andan bir tunishi orqali 1000 Amerika dollar xajlab, heliq cho'ng zavodning dangdar markasini qo'lga tushirdi. 2 hafta ichida hamma ish bitdi. Saxta malga jing malning markasi chaplandi. Bu sodada heliq dallal 5000 Amerika dollari, G'ojimulla 15000 Amerika dollari hayon oldi. Uning nazarida odam g'olab tushishdan saqlanish uchun bunda qaram yomon ishlarni qilishning o'zi bir xil botirlik hisoblanadi. G'ojimulla Myunxendan qaytib kelib 20 kunda mal yetib keldi. Bu orliqda paxta zavodining uy imorat qurilishi bitib bo'lgan edi. Mashina uskunlari cho'ng zalga tushirildi. Bular joy-joyiga qurashtirilsa, zavod ishga tushib ketalaydi. Akbar tepib kelgan ishchi texnik mashina uskunlarini qurashtirishga boshladi. Bu ishga G'ojimulla aralashdi. U Akbarning "Endi Damiling aka, charchidingiz" degan nasihatlariga quloq solmay, o'zi akelgan dangdar markalik mashina uskunlarining ko'z oldida qurashtirilib, ko'z oldida ishga kirishini ko'rmoqchi va bu orqali o'z ishini oxirgi qitim shirkat jamoatiga ko'z-ko'z qilmoqchi bo'ldi. Şuna G'ojimulla ertadan kechgacha texniklarning beshi devaylab, ulardan bir qadamma neri bo'lmadi. Yana bir hisobda u texniklarning malning soxtaligini bilib qilib, davron qilishdan ansabni oshunda qilgan edi. Xudoga shukri, qurashtirish ishi 3-kuniga qadam qo'ydi. Bu eng halqaliq to'q yo'llar chetilib, sinaq qilinadigan muhim kun edi. Tushgacha hamma ish bitdi. Kulubkini basıla to'p yaqini yurishib, mashina harakatlanadi. Shu topda G'ojimullaning texniklarning yuragi hayajondan qattiq so'qib ketyotdi. Bir texnik to'q manbasi o'rnatilgan tarafga qarab mangdi. Qurashtirilgan mashinaning yanida G'ojimulla bilan yana bir texnik qoldi. Kulubka chikkida besildi. Ko'zni yumib ochmoqchi bo'lgan shu daqiqada ajoyib dahshatli bir ish yuz berdi. Tuyuqsiz gümbürlegen ovoz yangrab, mashina portladi. Temir parchalari xuddi zambirak o'qlardek shiddatli chashrab, zalning tam to'g'risirini o'tma-to'sh qilibdi. Portlagan mashinaning beshida qarab turgan G'ojimulla bilan heliq texnik burdi-burdi go'shga aylanib, shu yerda jon berdi. Yana bir texnik og'ir yaralanib, tam tubida yetib qoldi. Bu xabar jiddida ish bejirayotgan Akbarga yetkazilganda, qayg'u hasratdan uning beshi pirqirab, ko'ziga qorong'ulik tiqildi. Qo'lidagi ishni shu yerga tashlab, darhol Makkaga keldi. Ang'icha bu ko'ngilsiz xabar butun Makkaga gurrida tarqab bo'lgan edi. G'ojimulla bu olamdan bakma tuyuqsiz, nom-nishonsiz ketib qoldi. Ketgandimi, o'ziga yaxshilik qilib, beshini silgan shirkatning nurg'un pulini u dunyoga qarz qilib yuklab ketdi. Mana bu dunyoda pulga ko'zi to'ymaganlarning ko'zini go'rning to'pis to'yg'uzudi degan ulug' hikmat edi. Anglayotganinglar biri qutordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Bu xuddi japa-jup vapa-taq degandagli ish bo'ldi. Akbar paxta zavodida yuz bergan fojialik ishlarni bir taraf qilib, endi deb turishiga kutilmaganda yana ko'ni xaridorlarning qattiq qismiga orasida qoldi. Bularning orasida uningga mal buyurtib, pul to'lagan do'kondorlar edi. Anglasak, mallaringizning hammasi birotdan chiqolmay yetibdi. Birotda urush bo'lyapti. Qurboniyatga bo'lsa oz qoldi. U mallar ulgurib kelolmaydigan bo'ldi. Pullarimizni qaytarib bering. Mana bu uning mal buyurtib pul to'lagan arab, hindi, o'zbek va hamshahar do'konlarining o'rtaq talabi va jiddiy noroziligi edi. Akbar bir necha yildan beri Germaniya, Fransiya
va Italiya qatorliq joylardagi shirkatlar bilan mal to'xtam tuzganda, ular mallarni Bahrayinga yetkazib beradi. Bu mallar Bahrayindagi dengiz bo'g'izdan bir necha vaqt o'chirib kutib turib, ondan quruqliq yo'li orqali Jidda va Makkaga kelguncha 2 oy o'tib ketgan edi. Angacha yeni modalar chiqib, bu mallarning ba'zilarining vaqti o'tadi. Bozor kasatlashadi. Shuni Akbar bu qitim u shirkatlar bilan to'xtam tuzganda, bundan keyin bizga avatadigan mallarni Bahrayinga emas, Beyrutga avatinglar. Biz shu yerdan topshirib olamiz deb uqtirish qilgan edi. Degandek, ular mallarni Beyrutga avatdi. Lekin shu kunlarda qerishqandek Livanda parch-purat urushlar bo'lib, Beyrut jangi jidal ishida qoldi. O mallarni Beyrut tamojnasidan chiqolmay shu yerda besilib qolgan edi. Akbar qattiq tanqislik ichida qoldi. Xaridorlardan yig'ilgan pullarning hammasini heliq nas bosgan paxta zavodiga dasmoy silib solgan edi. Bu pullar ikki odamning jini bilan butun zavodni vayron qilib, Akbarni qattiq dag'da qo'ydi. Hozir uning qo'lida hech qancha pul yo'q edi. Xaridorlar bo'lsa, uni kundan kunga qistab kelyapti. Savdo tijoratchi degan shu. Ular odamni emas, pulni to'naydi. Pul uchun urug' tuqqan qon qarindoshlardanmi kechishdan yanmaydi. Akbar uyan o'ylab, buyan o'ylab, oxir do'sti Harisning masliyatini elish uchun uni izlab keldi. "G'am qilma adash, hamma ish o'ngshilib ketadi", dedi Haris Akbarning dard alamlarini anglab bo'lgandan keyin. "Paxta zavodi ishida seni toza bir qora besibdi. U odamning oli ko'ngilligi oxir o'zining beshiga chiqibdi. Xayriyat, o'tgan ish o'tdi. Endi hozirgi gapni qilayli. Xaridorlaringga pulni qaytarmasang bo'lmaydi. Ularning andisi yo'q. Buyurilgan mallar qurban hayitdan burun ularning qo'liga tegmasa bozor topolmaydi. Xaridorlaringning pulni qaytarayli. Bu pulni men senga o'simsiz qarz berib turay." "Rahmat Haris. Rahmat senga odosh", dedi Akbar o'rnidan turib, uning qo'lini mahkam qisib. "Bu himmating bilan sen meni ig'ir mushkulotdan qutuldirding." Akbar haqiqatan hayajonlangan, xushallangan, shuning bilan billa qadimiy do'stining samimiy, g'arazsiz mehr shafqatidan qattiq ta'sirlangan edi. "Endi Beyrutdagi mallar to'g'risida mening fikrim mundaq", dedi Haris xeli cho'nqur o'ylangandan keyin. "O mallarni yetdan burun akilishning amalini qilmasak bo'lmaydi. Bo'lmasa ko'p ziyon tortib ketsan. Meni Beyrut tamojnasida yaqin bir og'inam bor. Men uning bilan telefonda so'zlashib ko'ray. Sen shirkatdan oyog'i chaqqan, ipi bor odamdan ishkini Beyrutga mangdir. Ular mashinalarni tayyor qilib fursat kutib tursin. Shahardagi jangi jidallar bir oz besiqqan vaqtda tamojnadagi yeliq og'inam mallarni chiqarib berdi. Ular darhol mashinalarga qachalab kech kunduz to'xtamay haydab akalsin. Shunday qilsak senchi bo'ladimi?" "Bo'ladi, albatta bo'ladi", dedi Akbar do'stining ahliga ditiga qoyil bo'lib. "Yana seni avar qilgan bo'ldim." U xijilchilik ichida beshini muloyim aydi. "Seni mushqiliqlaringza", dedi Haris bigiz qo'lni do'stining burniga tekkizib. "Bizning oramizda bunday takalluf gaplarning nima hojati? Undaq davarsa men xijil bo'lib qolganman jumo. Amsi dimidan bo'ldimi?" Ular xuddi yosh vaqtidagidek bir-birini quchoqlashib kulishdi. Kulgandimi, chin yuraklardan chiqib, samimiy va do'stonlik bilan uzoq kulishdi. Anglavatqaninglar, beli qutordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Harisning do'stona himmat shafoati Akbarni ig'ir mushkullardan qutultirib qoldi. Xaridorlarning qarzi to'liq to'landi. G'o'g'alar besiqdi. Beyrut tamojnasidagi mallarni Qurban hayitdan 10 kun burun yetib keldi. Makka, Toif va Jidda bozorlariga selindi. Akbar qaddini rusib oldi. Vayron bo'lish girdobiga berib qolgan shirkti salomni qaytadan jonlanib, yana erkin parvoz qilishga boshladi. Akbar yetning 2-chi kuni atganda Harisning uyiga ta'tilab keldi. Maqsadi mushu bahonada ko'nglidagi yurak so'zlarini aytib, uningga bo'lgan olimcha rahmat tashakkurini bildirish edi. Lekin Haris Akbarga zodira so'zlash imkoniyati bermadi.
Aksiya, uning fikir xiyolini boshqa yoqlarga chechivatdi. Bu ishlarmi tugidi Akbar? Dedi u qo'lidagi qahva damlangan xrustal istakanni Akbarning oldiga qo'yib etib. Endi g'amdan butunlay xalos bo'lding. G'amdan xalos bo'lding? Ras, uning g'amdiri butunlay tugaganmaydi. Agar gapni puldan boshlashga to'g'ri kelsa, Akbarni hozir haqiqatan g'amsiz, bayoshat puldor odam deyishga bo'ladi. O Makka, Toif va Jiddadagi yurtdoshlar orasida ko'zga ko'rinib qolgan shaxs edi. Akbarning ilkidagi shirk salommo Yevropadagi bir necha davlatlar ichida dangdor edi. Uning hozir o'ziga xos ikki qavatlik zamonaviy turalg'i joyi bor edi. O'ltirdig'ini Amerikaning Cadillac markalik Esil PKB edi. Cho'ng qizi Makkadagi Ummul Qura universitetida, kichik qizi Ishpargul bo'lsa, Jidda universitetida o'qiyotdi. O'g'li Arman kunduzi o'ttir maktabda arab bolalari bilan o'qiydi. Kechda oilada o'qituvchi yollab ingliz o'rganadi. Akbarda hozir haqiqatanmi bola dardi, oila g'ami degandaklar yo'q edi. Lekin nima uchundir Harisning so'zi Akbarni o'ylantirib qo'ydi. U rastilla g'amdan butunlay xalos bo'lgan odam edi. Akbar Harisga ajablanib qaradi. Go'yo yuragini chirmab yotgan bir savolga uning ko'zidan javob izlamoqchi bo'lgandek, uning yo'g'on qop-qora qo'y ko'zlarining ichiga tikilib qaradi. Va bir g'azodan keyin g'alati bir savolni so'radi. Haris, sen chet ellarga chiqqanda eng uzoq turgan vaqting qanchalik? Haris bu savolning tegidagi ma'nolarni o'ylabmi o'tirmasdan udulla javob berdi. 2 oy faqat Parijda ashunda uzoq turib qolgan edim. Nemishqa unudim uzoqroq turmadim. Turg'im kelmadi, tang. Chidimidim. Nima chidimiding? Osmoqchilab so'radi Akbar. Bilmayman, dedi Haris va ko'nglidagi his tuyg'ularini bir xil harakatlar bilan tushuntirishga tirishib davom qildi. Ish qilib Makkaga qaytqim kelib ketdi. Go'yo g'oyiban bir qo'l meni shu yerga tortib turgandek. Mana bu muhabbat, dedi Akbar og'inisining so'ziga yakun yasab. Dunyodagi hech qanday narsa tankilanmaydigan eng ulug', eng muqaddas yurt muhabbati. To'g'ri, deb xushallanib ketdi Haris. To'g'ri deding Akbar. Shunga men Makkani hech yerga tan qilmayman. Gerçi bu yer qaqas issiq bo'lsa-mu, lekin osh go'zal, havoliq Parijg'mi, Rimg'mi, Londonga tan qilmayman. Bu yer go'yo mening qalbimda yetti xilimda yo'q go'zal jannat. Akbar shuklab qoldi. Chiroyidan echinishliq bir qiyofat, murad maqsadiga yetolmay hasrat nadomat chekayotgan bir odamning mu'liq qiyofati aks etib turadi. Haris do'stining chiroyidagi bundoq azobli holatni ko'rib oldirib so'radi. Nima bo'ldi Akbar? Chiroying g'alati bo'lib ketdi-ku. Ha, rost, bildim. Haris xato qiyos qilmagan edi. O'zining bayo hayajonlanib ketib qilgan so'zi bilan Akbarning yuragidagi ko'n yarni qattiq tirnayotgan edi. Bayo g'am to'g'risi gap bo'lib qoldi, Haris, dedi Akbar uzoq jimjitlikdan keyin cho'nqur bir o'ksinib qo'yib. Hozirgi oilamni, turmushimni, savdo tijoratimni desa, men haqiqatan g'amsiz odamman. Lekin mening yuragim yanada xushal, baxtli emas adosh. Mangu yo'qolmas bir g'am andisha meni hamisha azoblab yuragimni Dilqut xazinasi. Bu boshqa g'am emas. Bayo sen aytgan shu muqaddas vatan muhabbati. İnson qalbidagi vatan muhabbati o'z atrofidagi qarindoshlariga, o'zing cho'ng bo'lgan osh shahar, osh sahro chetidagi egiz past to'piliklarga, uning yenidan shildirlab eqib turadigan buloq suvlarga, bahor kelganda gul g'unchilar bilan suvbul notalarga to'ladigan idirliqlarga, yiroqlarda ko'rinib turadigan azim tog' daryolarga, sen maktabga boradigan yo'llarda o'sgan chechak bo'stonliqlarga, shularga bo'lgan muhabbat ekan. Men bu narsalarni bir kunni asdan chiqarganim yo'q Haris. U hamisha dilimda chiroqdek yenib turdi.
Men barğansır cho'nqur his qilyapman. Vatandan ayrılgan adam ba'ayni badandagi o'lgan hujayraga o'xshash bo'lib ketgan. O'lgan hujayraning nima qimmati? U xuddi chashqi tushgan kipakdek yilpizsiz, qadrsiz narsa emasmi? Men hozir ana shu qadrsiz kipakka o'xshayman. Akbarning ko'zlaridan g'illidi yosh agidi. Bu ajoyib bir yosh edi. Uningda uzoq yillik judolik, tashnolik va cho'nqur muhabbatning mujassamlangan jilvasi namoyon edi. Shundaqla bu yosh issiq, so'g'uq, ammo bejirim bir erning yuragidan iqib chiqqan ochiq yosh edi. Bu kunlarda Akbar madrasada o'qigan kitoblardan Zalilining mo'no so'zini pat-pat eslaydigan bo'lib qolgan edi. Boshqa elda musofir bo'lib yurib podshohlikni qo'lga keltirsangmi, hamon dili sunuq bulbuldek g'urbatchilikda o'tsan, o'z yurtingning piroqida o'rtanasan. Rost, o'zining yiltizini, tarixini, yurt makonini bilmagan odam xuddi poyonsiz dasht bayovonda ezib yurgan notivan bolaga o'xshab qolmamdi. Esil nozu ne'matlar tizilgan ozodi mehmonxonani eg'ir sukunat qopladi. Akbarmo, Harismo o'z xiyollari bilan jimda o'tirardi. Asaldan kang fikrlik, hissiyoti kuchli odamlar azobdan, darddan xoli bo'lgan emas. Elimo chididing Akbar, dedi oxir Haris oradagi eg'ir jimjitlikni buzib. Taqdir sizlarga bakma adolatsizlik qildi. Otxon akam bu yo'lda ko'p riyozat chekib, oxir shu dard bilan ko'z ochiq degandek ketdi. Endi sen bo'lsangmi bundaq eg'ir judolik xotim berib, yurtga bir barsang bo'ladi. Biz buning bir amalini qilaylik adash. Dunyoda halqig'ili bo'lmaydigan davan yo'q. Ikki do'st xeyli vaqtgacha paranglashib o'tirdi. Paranglashgan siri xuddi birining yuragida yana birining yuragini illatquchi nur va harorat bordek, ularning ruhi va jismi jonlanib, boyiqi mung va azob qutulgan sulg'un kayfiyat asta-asta ko'tarilib ketdi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Ahad Turdining Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Sarson ruh nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atigi anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangdagi har qaysi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.